Kollagen nima vazifani bajaradi? Kollagen nima uchun iste'mol qilinadi? Sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman qizlar. 20-22 yoshdan boshlab organizmda oqsil kamayib boradi va buni o'rnini to'ldirish kerak bo'ladi qizlar. Buni o'rnini immuniy kollagen to'ldirib beradi, chunki bu tabiiy oqsil hisoblanadi qizlar. Sizlar u kosmetologga borib olayotgan ukollaringiz sizga u kollagenni oqsilni o'rnini bosib bermaydi. U nabarot boshiga tort beradi, keyin uje uni rezultat tugagandan keyin masalan 6 oylik 1 yillik olasizlar, rezultat tugagandan keyin 2 barobar yuzda osilib qoladi. Bu kollagen esa badanni, terini, yuzingizni elastikniy qilib tortib, polностью tabiiy ravishda tortib beradi. Qizlar, ukollarsiz, botokslarsiz sizlar yosharasizlar. Hamma kosmetologga yuguradi. Chem kosmetologga $500 sarflagandan ko'ra sizlar $200 ham ketmaydi. Qizlar 1 million 600, 1 million 700 ming so'm bo'ladi. 2 oylik kursda mashina xarid qilib, maza qilib tabiiy yosharinglar. Nima zaril sizlarga? Yuzinglarga tig' tekkizib, ukol qilib zaril ishda qizlar.